Leksiyemizni davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü sağ 2021 yıl 7. ayının 27. günü. Endiki mavzumundaq. Amerika Cungo işki taraf. Tiyanci söhbetine qandaq bahaladı? Mavzulu haber 7. ayının 27. günü Amerika avazından Xitay programımızda ilan qılındı haber. Bundaq başlan. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Ma'mun Davlat Shirkati Wendy Sherman 7. ayının 26. günü, yani haftanın 1. günü Jungo'nun Tianjin şehrida Jungo diplomatları bilan ikki taraf o'tirisida suhbat o'tkazib, oqko'ngillik bilan muhokama elib bordi. Qo'shtirnoq ichida oqko'ngillik bilan muhokama elib bordi. Söhbetden keyin Wendy Sherman chaqiriq qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika, Jungo o'tirisidagi ixtiloflardan olqib chiqib, mas'uliyatchan, yarishar xarakterlik bir cho'ng davlat sifatida Amerika bilan kelimat o'zgarishi va yuqumliq virus qiyinchiligi masalasi bo'yicha hamkorlashishi kerak. Jungo hukumati qo'yayotgan chaqiriq hamkorlik to'g'risidagi chaqiriq. Jungo tashqi ishlar bayonotchisi Javlijan Beijingda mundaq dedi. Amerika bir tarafdan hamkorlashishga izlanib, yana bir tarafdan Jungoning manfaatiga ziyon solmasligi lozim. Bu nafar bayonotchi yana mundaq dedi. Umumiy jihatdan aytganda, bu qatimqi suhbat kelar bosqichliq Amerika Jungo munosabatining sog'lom taraqqiy qilishida ahamiyatli suhbat bo'ldi. Demak, bugun Jungoning bayonotchisi Javlijan e'tirof qilyapti. Biz yuqorida nima masalalarni o'tirib qo'yilganligini dedik yuqorqi leksiyada. Esingizda bor. Hozir Javlijan bu qatimqi Tianjin suhbatining qanday muhim ahamiyatga ekanligini e'tirof qilyapti. Vatandosh, diqqat. İki taraf o'xshashli oqko'ngillik bilan suhbat elib bordi, qo'shtirnoq ichida. Bu oqko'ngillik bilan suhbat elib bordi degan diplomatiyada qo'llanadigan atalg'u desam bo'ladi hozirgi kunda. Atalg'uga aylanib ketgan so'z iborat deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ma'mun Davlat Shirkati Sherman yakshanba kuni Tianjinda ayrim holda Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Muavin ministri Sheping bilan suhbat o'tkazdi. Har ikki taraf bu qatimqi suhbatni oqko'ngillik bilan o'tkazildi deb tasvirladi. Jungo taraf shundoq, Amerika taraf shundoq. Demakchi bo'lgan ikki taraf nurg'un masalalar bo'yicha ixtiloflarni muhokama qildi. Nurg'un masalalar bo'yicha ixtiloflarni muhokama qildi. Vaqt 4 soatlik vaqt ekan. Ma'mun Davlat Shirkati Wendy Sherman suhbatdan keyin Amerika Birlashma Agentligining telefon ziyoratini qabul qilganda chaqiriq qilib, Jungoning bu ixtiloflardan olqib o'tib, cho'ng davlatlik mas'uliyatini huddiga elishini talab qildi. Buning ma'nosi xalqaro jamiyatning qo'yniga qaytib Bunun şartları bir suhbatda o'ttirib qo'ygan masalalar. Amerika Davlat Mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Ma'mun Davlat Shirkati Wendy Sherman suhbatda Jungo yo'lga qo'yayotgan Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlarining qimmat qarash manfaatlariga xilof bir qator harakatlari va prinsipni asos qilgan xalqaro tartibga ziyon solishlar to'g'risida diqqat qiladiganligini bildirdi. Davlat Mahkamasining bayonoti. Davlat Mahkamasi bayonotida yana mundaq ko'rsatdi. Bo'libmi Wendy Sherman bilan Amerikaning kishilik huquqqa ko'ngil bo'ladiganligimizni Wendy Sherman bizning yani Amerikaning kishilik huquqqa ko'ngil bo'ladiganligimizni, diqqat qiladiganligimizni, jumladan Hong Kongda
Demokratiyaga qarşı Uyg'uristonda Uyghur erkek qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish, Tibetni xo'rlash, matbuot bilan uchrashish va axborot erkinligini tartib ilish qatorliq bir qator masalalarni o'ttirg'a qo'ydi. Söhbət jarayonida shundaq bir qator masalalarni o'ttirib qo'ydi. Buning ichida matbuot masalasining eg'izga elinganligiga yana ayrim diqqat qiling vatandosh.